Vallahi inşallah olursa bakayasa. Şimdi 5 yorumlarını alasa yaxshimi? Hemimizga rahmat. Sağ olun. Demek keyingi o'rin egasi Doniyorbek bordilar. Bundan ham zo'r natijalarni ega guvoh holda tabriklab turishni nasib qilsin. Abdurahmon Doniyorbek Mayday International Olimpiadada 2-chi o'rin bilan tabriklayman. Ustozlarimizga va ota-onamizga tashakkurlar. Tabriklayman. Saodatjon, tabriklayman 102-chi o'rningiz bilan. Bundan ham zo'r natijaga erishgan vaqtda tabriklab turish nasib qilsin. Jasmina, bormi oramizda? Shoshlarimizdan siz bilan keldik. Ayingiz qani? Keling oyiz, tabriklayman. 102-chi o'rin muborak bo'lsin. Ikkinchi o'rin egasi Sevara, bormi oramizda? Sevaraxon, qo'llaringiz bardavom bo'lsin. Olimpiada oson ekan, qiynatib tushmadimi? Tabriklayman. Bundan ham zo'r natijaga erishgan vaqtda tabriklab turish nasib qilsin. Qancha bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Sarbinoz, Qo'ziboyev va Sarbinoz bormi oramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Sarbinoz. Abangiz qani? Keling oyisiz tabrikasi Yusupov Doniyor. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Egasi Qo'ziboyev Javlon. Bormi oramizda? Qo'ziboyev Javlon. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab o'tish nasib qilsin. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Ustoz bilan tabriklayman. Guldarxon. Kelgusi o'qishlarimizda omad hamda chiroyli natijalar yor bo'lsin. Kim bilan keldik? Keling. Tabriklayman. Samandar, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishga tilakdoshman. Bordilar. Keyin Nuriston tayyorlab turadi. Tabriklayman. Nur To'xtaboyev Botirbek. Kim bilan keldik? Xolis muallim bilan keldingiz. Tabriklayman. Oramizda. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab yurish nasib qilsin. Va Barnoxon, bormi oramizda? Barnoxon, bormilar? Bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishga tilakdoshman. Keling, ustoz. Ikkinchi o'rinda egalladi qizimiz. Keling. Rahmat. Bardavom bo'lsin. Eng yaxshi natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab turish nasib qilsin. Olimpiadada qiynalmadingizmi? Yuzlab chiroyli tabriklab. Hamma tashkilotlarga rahmat. Qo'shimcha rahmat. Ota-onamni yaxshi ko'raman. Ota-onamni yaxshi ko'raman. Я люблю родителей. Молодцы. Молодцы.
Endi keyingi manzilimiz sizlar bilan birga Qatar Xalqaro Olimpiadasi hisoblanadi. Mirziyoyev Burxon. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijaga ega vaqtimizda tabriklash nasib qilsin. Olimpiada qiymati sizga kim bilan keldik? Keyingi o'quvchimiz Rimbayev Javohir barmoqlarimizda. Ichki o'quvchilarimizdan biri Burxon. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Eng zo'r natijaga ega bo'lgan vaqtimizda Qatarda tabriklash nasib qilsin. Qiziqarli oylikni imzolamizda. Hamma o'quvchimiz keling ustozim. Demak, keyingi o'rin egasi Iskandarov Faruqbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Birinchi o'rinlarimiz muborak bo'lsin. Yuzaklardan tabriklab qo'yasiz. Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarga ega vaqtimizda tabriklab berish nasib qilsin. Demak, hozir birinchi o'rinni egallagan o'quvchilar shunga kelamizda rasmga tushamiz, pastga tushamiz. Faollarni tabriklaymiz. Boburbek barmoqlarimizda. Boburbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga ega vaqtimizda tabriklab berish nasib qilsin. Keyingi o'rin egasi E'zozaxon barmoqlarimizda. Yutuqli birinchi o'rinimiz bilan tabriklayman. Eng zo'r atletlik o'quvchilarimizdan biri hisoblanadi. Doimiy ravishda qatnashib, doimo eng yaxshi natijaga erishadi. Tabriklayman. Qatar Xalqaro Olimpiadasiga yo'llanma oldingiz. Xudo xohlasa kim bilan ketamiz? Hop, o'quvchimiz omonat bormaydimi? Voh, tabriklayman. Kim bilan keldik? Tabriklayman. Gulsanamxon barmoqlarimizda. Tabriklayman qizim. Gulsanamxon, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Status bilan keling, status. Tabriklayman. Yutuqlarimiz. Elnura barmoqlarimizda. Elnura. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Qatar Xalqaro Olimpiadasiga yo'llanma oldingiz. Bu bilan tabriklayman. Xudo xohlasa Qatarga kim bilan ketamiz? Demak, keyingi o'quvchimiz Valijon Ali yo'qmi? Yo'q. Shilolaxon barmoqlarimizda. Tabriklayman qizim, tabriklayman. Qatar Xalqaro Olimpiadasiga yo'llanma oldingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Kim bilan keldik? Dadasiga keling. O'zi qizlar dada qizi bo'ladi. Sizga aytmayman, men har olimpiadada tabriklayman. Qatarga yo'llanma oldingiz. Ammo shu ish katta emas, shundan zo'r farzandlar yetishib bo'ldi. Tabriklayman. Xudo xohlasa bilimi bundan ham zo'r tayyorlansinlar. Xudo xohlasa. Zarbayev Sirofbek eng yaxshi o'quvchilarimizdan biri ekan. Tabriklayman. Nechanchi sinfmiz? Oho, olti yoshli o'quvchilarimizdan ko'payib nima degani o'tgan safar ham 5 o'quvchi qatnashgan, bugun ham 3-4 o'quvchimiz bor. Bu bilan tabriklayman. Kim bilan keldik? Keling ustozim. Qatarga yo'llanma qo'ydi endi bolamiz. Xudo xohlasa ishlaringizni omad tilayman, hamisha shunday bo'laversin. Albatta. Omad. Keyingi o'rin egasi Mohidaxon. Ismi jismiga mos, o'zimiz adashmagan. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Endi kim bilan ketamiz? Qatarga? Ayang opa, keling. Ayasi, opasi. Rahmat. Keyingi o'rin egasi Robiyaxon barmoqlarimizda. Robiyaxon, tabriklayman qizim. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Dadangiz qani? Tabriklayman qizim. Keyingi o'rin egasi Asadbek birinchi o'rinni egallabdilar. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Ustozim qani? Keling ustozim. Katta o'yin bo'layotgan hamma chet eldagi jahon olimpiadalarida voleybollarni olishga tilaklashlarni Rahmat, sog' bo'ling. Mohlar o'yin birinchi o'rinni egallabdilar. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Eng yaxshi natijalar ko'rsatishdi. Qatarga yo'llanma oldingiz. Kim bilan keldingiz? Keling. Ondan ishlaymiz.
malakali o'quvchilarimiz Keling, ustozim. Gapiring, ustoz. Oyisi. Omad tilimiz ishlarida, farzandlarimizda, o'qishlarimda omad tilimiz, har doim ishonchimizni